Assalomu alaykum. Akalar ko'chalardan yurdim, eski mashinalar. Sotuvga ko'zim tushib qoldi. Bu mashinaning nomini bilmayman to'g'risi. Bu Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen, Skoda bor ekan. Tak, narxlari Opel'diki 2350. Bu mashinaning nomini bilmayman dedim, 7950 ekan. BMW 2 kişilik Cabriolet 7250. On 12.900. Renault. Qolgan mashinalarni olamiz. Menimcha ruxsat bo'lsa kerak. Biroz albatta kerak. Tak, bu mashina 3650 ekan. Stasionarlari endi probegi boshqasi bilmayman qancha. Buni ochib qarash kerak uning uchun. 3900. Mercedes. Krasniy. Renault narxi yo'q ekan buni. Volkswagen 3950 ekan bu. Mashinalar narxlari mahalliy narxi endi bu. Buni o'tib beramiz akalar. Bemalol. Shu katta mashinaning narxini ko'ramiz hozir. Buniki bor bo'lsa albatta. BMW lekin 7200 deb o'ylamadim bu mashinani. Mana bu mashinaning narxi menga ko'rinadimi? Oh, 10350 ekan.